Tashqarida qor chiroyli yog'ayotgandan foydalanib olib, men sizga o'rtog'ingiz bilan tushishingiz kerak bo'lgan rasmlarni obzor qilib beraman. Bu уже ikkinchisi. Mana shu birinchi idea o'zimga ham juda ham yoqdi, chunki qishda hammani kapeshonkasi bo'ladi. O'rtog'ingiz bilan birga kapeshonkangizni mashqozingizgacha kiyib olib, и o'zingizni sal teparoqdan rasm yozsangiz, ishoning vasha cho'tki chiqadi. Ikkinchi ideyamiz juda ham neobычный, chunki u teskari. Rasm uchun sizga sumkangiz kerak bo'ladi. Chunki sumkangizni как shtativ misolida ishlatasiz. Masalan, sumkangizni yerga qo'yib qo'yib, uni telefoningizni suyantirib qo'yasiz. Telefoningizdan videoni yoqib qo'yasiz va podrugangiz bilan shunaqangi harakatlar qilib, u videodan siz screenshot qilsangiz bo'ladi. Uchinchi ideyamiz hech qachon menimcha trenddan qolmasa kerak. Chunki mana shunaqa qilib tushish o'zi davno trendda. Buni sal boshqacharoq qilib o'zgartirib, oddiy bunaqa emas, bir oyog'ingizni ko'tarib ham mana shunaqa rasmga tushsangiz, ishoning vasha cho'tki chiqadi. To'rtinchi ideyamiz juda ham prikolniy. Misol uchun qordan uzuv yasaysiz va podrugangizga mana shunaqa qilib turasiz yerga o'tirib. Podrugangiz hayratlanganda ham qilib tursa, juda ham chiroyli rasmga tushadi. Beshinchi ideyamiz prям top. Любой joyda archa qo'yilgan, archaning igrushkasi как oynaga o'xshab turadi.